Assalomu alaykum. Andijon viloyati Bo'ston tumani Davlatobod mafiyadagi 19-24 sonli konturdamiz. Bu yerga torg'iz ekinlari ekilgan. Yer maydoni 15 gektar, uzunligi 600, bo'yi 200. Hozirda bu yerda mana torg'iz ekinlari yetishtirilyapti. Bugun 9-iyun holatiga torg'izlarda ko'rinishi. Shu oyning oxiri, ya'ni 30-kungacha torg'izlar yetishtiriladi. Hozirda sug'orilish ishlari, o'g'itlash ishlari olib borilmoqda. Bu yerga 100 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bitta dehqon xo'jaligiga 2 sotiqdan to'g'ri keladi. Bu yerga imkon sari 90 MCJ ishlab chiqarish konverteri bo'yicha biriktirilgan. Bu yerda hozirda torg'iz yetishtirilib, hosil yig'ishtirilgandan so'ng daromadli ekin ekish bo'yicha dehqon xo'jaliklariga tushuntirishlar berilmoqda, daromadini ko'tarish bo'yicha.